Assalomu hammaga. Bugun biz YouTube yangi rolik ko'rganlarda oldingi challenge'imizni olib o'tganlar. Xudo xolasa bizda bugun 3 ta bosqich emas, shu birinchi shtanga, birinchi shtanga, ikkinchi bosqichimiz esa birga bir aldash, uchinchisi o'zaro kelishadi. Uchinchisiga nima qilamiz? Kelishamiz oxirida. Birinchi bosqichda. Ha, birinchi ikkita zadan davom ettiraylik. Gapiryapman men. Gapiring, kamera sizda. Saybab. Hop. Hozir o'sha ikkita bosqich o'tkazamiz. Xudo xolasa o'sha yutgan odamga bir kun ichida mana shu 40 ta layk yig'sa bu videoni 50 tamidi. 40 ta layk yig'sa bir kun ichida 50 ming pul beraman. O'zim shaxsan bir kun ichida. Bo'lmi? 50. Yaxshi, hamma 1 million. Solaman ketaman. O'lik masala boshlan. 1, 2, 3. Yaxshi. Hozir bizda zozon Birinchisi nima? Shang qolash. O'zing o'chirsa men gapiryapman hozir. Hozir bizda zozonskiy o'ynaladi. Birinchi kim boshlashga? Shtanga harlangi. Qizgan birinchi boshlik. Yaqinroqdan. Imron Bilol. Ziki. Oxiri birinchi o'tkazsa. Zik. Zik. O'tdan bitaman, o'yindan bitaman. Ardamida birinchisi bir g'alati chaqman. Ikkita papitkamida? Ikkitadan, etosh xolos ikkitadan bo'ladi. O'sha ikkita papitga 2 marta o'sha har ikkita bola tepadi. O'sha ikkita urinishda har ikkita urinishda urolmasa, o'sha kim bitta o'sha qolaveradi. O'sha ikkinchi zadan o'tamiz. Ikkinchi zadan Shu hozir ikkinchi zadan shu. Ikkita papitkadan. mayli, ketdi mana. Endi zo'pa qilar ekanmiz deysizmi? Zo'pa qilar ekansan? Ko'ramiz. Bular bana zo'pa qilar ekanmish. Prosta bugun moru boshqachadan sira bo'lganda. Ikkinchisi yugurish, Savka san'at. O'yinchi raqamimiz meniki bo'lish kerak edi, kelish kerak. Ko'pdan so'ra spoiler ber, ikkinchisi. Hazillashyapman-da. Yo'q, galmaganlar. Yo'q, so'z hazil qilar ekan. Tepingchi. Yo'q, galmagan emas, bitta ikkita teping. Galmaganlar sal anu bo'ladi lekin. Mana ko'p. Bitriga zo'r bo'ladi. Galmagandan-da. Teping islamagan. Qo'yavanlar, nima aytamiz, bilmayman. Ikkinchisi yugurish. Ikkinchisi yugurish tayinlanadi. Asl qolmadi, yugurish bor. Bir badaviylar. Yo'q. Voy. Qattan. Shizudoq. Ana voy. Sat qo'ydi. Aura video bo'ladi, qarab qo'ying. Aurami? Laurami? Laura. Laura yaqinlari. Islom Taxta. Men просто sal pastroq ochib nazar ketib qoldi-da. Ko'ramiz. Sizlar aurami, laurami? Kommentga yozinglar. Bilmasdan aytib qo'ydim. Bilmasdan yutganda nechtasini chiqardi? Biroz Shans qoldirmadi. Men asir ochib yutaman, tepaga deb borib, o'sha. Birinchisi har doimgidek tegmaydi. Qoch. Kamera. Ketdi. Qochaverdi mana. Voy, bilma bu. Ko'ramiz kimsini. Nima qilasan? Rasmini tushib qo'ying, eslaylik. Voy, videolar. Shu kesora, oringiz video chiqdi, olib daftarga. Kopda olgandan Ikkitadan ikkita urasanmi shunday? Ha? Ikkitadan ikkita urasanmi? Omad kelgani. Endi jazo Omad kelgan. Ikkitani omad bilan o'ynashmaydi dedi. Ha, bola ikkitadan ikkita ishlarni tekizamiz, ko'ramiz. Bitta ham tegdi, javob ber. Mana javob ber. Voy!
Boy kelsa, buni olding ani challenge qildim, solaman, ketaman. Bo'ldi, boshqa yerga. Buni olding uchun yutuvdi. Uni olish yo'q edi. Oxir diskussiya. Hozir bo'ldi, mana hozir ikkinchi zadaniya keldik. Sroch, shu nima edi? Nima Imronni 1 ochko. Imronni 1 ochko. Manda 0, Zairfda 0, Jahonda 0. Hozir shunda ikkinchi zadaniyamiz. Birga bir aldash bo'ladi. Shaxsan hozir har bitta o'zi o'zimizga o'ynab, yutgan bilan aldashadi, yutqizgan bilan. Ikkitadan bunda ham anaqa bor, imkoniyat bor. O'sha ikkita qilgan odam orqani tursalar yaxshi bo'ladi. Men Islom aka bilan talashaman. Ikkita bosqich bo'ladi. O'sha ikkitadan papitki bo'ladi, ya'ni imkoniyat. Короче, zozonskiy o'ynaymiz hozir. Hozir zozonskiy o'ynaymiz. Kim bilan tushyapman? Aldashga. Ikkitadan o'sha, ikkitadan. Hoy. Zonziki. Zonziki. Bu bu birinchisi ukam. Vallahi qiziqman. Mana Bo'ldi aka, oxiriga siz bilamiz. Ketdik. ko'rganlaridek, Imron bilan men tushyapman, Siroj bilan Jahon tushyapti. Ikkitadan imkoniyat. O'sha ikkala o'yin bor, masalan, hozir ikkitadan qila olmasalaring, har bitta aldab o'tkunlaringchi, men tushuntirib ketishim kerak. Har bitta o'g'li sentrdan boshlaydi, bartagacha olib kirib aldash kerak. Shunaqa bo'ladi. Bu barcha deb borsa bo'lmaydimi? Yo'q, qara. Ya mana qarang, o'tdi, tashlikdan o'tirish, shuni to'g'rilab tepsa bo'lmaydi ular. Yoki barcha olib kirib, liniyaga qo'yadi. Kirkin kerak. Uni qilmaydi. Oytar o'z qilib bilasangiz, bu kelgan tushunadi. Xuddi shunday bo'ladi. Qara tushunadi, hozir chotki bo'ladi bunisi. Masalan, men olingan. qarang, siz meni aldaysiz, men olib qo'ysam, men olib kirib qo'ya olaman, men aytsangiz yo'q. Qara tushunadi. Birinchi olib kim boshlash kerak? Sizlar. Biz boshlaymiz? Yo'q, men. Sizlar boshlaydi, Qanday boshlaringmi? Kattalar. Zoz qo'yamiz, kim bir boshlash kerak? Bizami? Bu yutdingmi? Jalla, birinchi marta maqsadman. Cho'ziladi, tepurishdan emas. Ketdi mana. Birinchi zadaniya. Ikkinchi zadaniya. Okey. Yaxshi, ketding. Tek, keyingisi ana shu narsa oldiysan, olib kirgunlaringcha oldiysanlar. Bo'ldimi? Saliga qulay. Yo'q, mana qarang. Aldadim, shuni cho'tdan tepurish kerak. To'xta. Ya, qara to'xtaladi. Bungacha oldiz, dashta xalas chiqaman. Mana dashta. Qo'lsin tezlik bilan olib chiqib ketding. Bu. Yo'q, qanot chiqaz boradi, dashta olib kirgunigacha aldasa. Ular chiqarib kerak, balda o'tganda. Men qanot chiqarib boraman. Shu Islomaga tepurigacha oldik. Ko'ramiz. 300 dan o'tsang bo'ldi, ochko senga. O'tolmasang, yo'q, kel o'yinga. Ochko farqini o'tganga yoziladi. Ketding, tezroq. Out bo'lsa hisoblanmaydi out. Out. He! O'tdim. O'tmani, tizim o'tishing. Kim bilan tizim o'tishing kerak? Kim bilan? Haqqi bor-kan. Voy, fo'lmi chisti. Qani, talashamiz-da? Yo'q, naqo'y, sen ko'p to'yga. Hammasini hisob oldimmi? Ikkinchi raundda ko'rganlarda kommentga yozilib o'tdi, qo'pollik bo'ldim, bo'lmadimi? Lekin men o'ylashim bo'yicha to'g'ri Jahon to'g'ri ish qildi, ukam. To'g'ri ish qildi. Bugunga chiqsa mumkin edi u. He! O'tdim. O'tmadi. Hadi, kir ichiga. Kir bilan mana. Sizda o'ting oldi. O't. Ya, Stop, bo'ldi. Bir ochko. Sangan. Hozir ko'rgan edi. Sirojda 1 ochko, Jahon egali 2 ta urinishda 2 ta ochko. Hammaga Kopta bilan chizildi. Kopta bilan. Mana jibo. Mana jibo. kiradilar yo'q.
Mana mashqqa kirdim. Buni o'tmadimi? Chizidan. Kirdimmi? Chizidan o'tmadilar. Mana mashqqa kirdim. Chizidan o'tmadilar. Bolalar hozir kommentariyaga yozasiz, sizdan o'tganmi yo'qmi? Hozir boshladi. Agar to'xta. Mashqqa kirdimmi? Sen kirding, kopda kirmadi o'tdi. Ana. Kopda kirdi, bular kirmadi. Bordi keyin. Videoni ko'rsin. Video ko'rib bo'lmaydi, yana boshlayapti oldin o'sha. Mana kopda qara. Mana kopda shuna turdi, o'zimni chiqarib oldim men. Voy, men kopda bilan to'xtatdim, chiqib ketdim keyin. Mashqni to'xtatdim. Mana mashina kommentariya yozinglar. Bilan boshlaymiz. Mana boshlamashda kommentariya yoziladi. Agar kommentda olsanglar mana bitta narsa, agar qaysi birini yutib qolsang challenge-da, kommentda agar hamma o'zi mana shu ichiga kirgan desa, sendan 25 ming minus bo'ladi. Agar qolsa 1000 ochko yoziladi, o'zi bu o'sha 50 mingni oladi. Senga minus bo'lmaydi. Bo'ladimi? Tam kirdi-yu, o'zinglar qo'yib olsanglar. Shunga to'xtatib, biz ham kirdi deb o'ylayapmiz. Oyog'im mana mana ichida turuvdi. Mana oyog'im kirdi. Mana kommentariya yozing. Baribir nima dedi? Judangiz bo'lsa, o'tirib bo'lsa kirib ketdi. Shan kirish kerak kirsa. Kopda qolib buni yo'q edi. Bolalar kommentariya yozib qoldiringlar. Hozir bu ikkalasi tan olmayapti. Agar mana hozir Jahon aytgan narsa to'g'ri chiqsa, Sirojga 25 ming minus bo'ladi. Agar to'layman o'shani. Minus bo'ladi. 50 emas 25 ming ko'rsan. Yutargan bo'lsang. Yo'q. Ko'rsam, shuning uchun tan olib qo'ygan kirdi deb o'ylayman. Siroj uka, men ko'zim bilan yerga qarab, sosma tavib qo'ydim deydi. Tavib qo'yaman-da. Просто tak, пример. Tavib qo'yaman. Agar chizidan kirmagan, ko'pdan o'zi kirib, bular kirmagan bo'lsa-da, bundan 25 ming minus. bo'ldi. Da, qo'llolaring. Bo'ldi, mana kelishinglar bo'ldi, hozir. Lekin o'zlari kirmadilar, ko'pdan. Nol bo'lib turibdi. Biroz kommentni ko'ramiz. Haqqoni yozinglar. Qana kirish kerak, qo'lni 100 foiz. Bo'ldi, mana shuni emas qilamiz. qo'lga kirdim men, mana bunday turdim, chiqib ketdim orqaga. Voy, kommentariyada videoda ko'ramiz endi nima qo'yganini. Hozircha bolalar Sirojda 1 ochko bo'lib turibdi, Jahonda 0.1. Hozir bu kommentni bilamiz. Agar hozir Jahonda 1 ochko bo'lsa, o'sha aytilgan komment aytilgan. Boshdan qilib qo'ya qoling. Davay. Kelishmayapti-yu, kelolmay kelishib oldi-yu o'sha. Qo'l olingan. Boshlayman, tayyorman. O'shada 5 tashlandi. Men tayyorman. Biz ikkalamiz Bundoq yana darak chiqib ketsa. Tamam, assalomu alaykum. Bundoq qilib darak chiqib ketsa. Ketdi. Hozir ko'rganida videoni ko'rdinglar. Jahon prosta qiynalmasdan o'tib ketdi. Zair nima uchib ketding ekan? Yaqin keyin bo'lgan aytmoqchi yangilik. Zairov bundan keyin Zairov emas, bizuncha bo'lmaydi. Zairov Nomeri almashish mumkin. 8 bilan xayrlashamiz. Ha, 8 bilan xayrlashib 19 ga o'tamiz. Bularga navbatdagi ishda qiynalasan uka. Konkurent ko'p. 15. Sen bilasan kim kraydan o'tganligini? 15, so'maga. Lazni kraydan. Bergizmisan? So'maga, 19 mani kutyapti. 8 bilan xayrlashamiz. 11 kunlik deb qo'y. Mana Ularga bering demayapti. men bilan Imron gali prosta qiyin o'yin bo'ladi. Umuman imkoniyat qoldirmayman. Uka? Biroz birinchi soldirish bilan kirdi. Boshla. Qo'pol bo'lmadi-yu. Qo'pol bo'lmadi. Bolni ko'rganlarda hozir mana Imron bilan birinchi raundni qilib o'tdim. O'ylashim bo'yicha o'ta nohaqlik bo'ldi ekan. Oyoqqa tep tashlaring, oyoqqa tep tashlaring. Videoda ko'rsanglar qarang, qo'pollik olib. Mana tep bossam, ko'rib chiqadi hali bu. Mayli, men gapirib o'tirmayman. Ikkinchi bosqich ko'rasizda, ikkinchi bosqichda agar ochko olsam, keyin buni gali bo'ladi. Men senga bitta ochko beraman. Qarab. Omad. Kameraga ham omad. Har doim haqqoni o'ylaganman. Ko'rasiz, umuman ochko bering. Qanaqa o't ketish bo'ldi? Bilasan, kanalda eng tez o'ynaydigan dribling menmi, ha? Kamerachi yaxshiroq o'ynaydi.
Ikkinchisi solaman o'zini. Tez deb bolalar bu tez. Prosta men tramman bor o'shanga o'ynamayman. Yugurolmayman. Onasini. Bola ko'rgan edi hozir. Hammada bir pashti. Jahonda bir, Ironda bir, Ikki. hammada bir ekan, ha. Mani ikki. Bu zadan aytdim. Ha. Bunisi yoz hammada bittaligi uchun. Yana boshdan qilishadi bittadan. O'zi bitganga Nega? bir ochko hammada. Hop, bir bo'lsa 3-chi. Har zadan edi, bittasi o'g'il bo'lish kerak. Javob. Boshi boshida. Boshdan. Zan zigi. Vay! Zo'r, mana bu siroj chopdi. Imron bilan Jahon. Men ikki boshlayman. Mana endi qiynab atak bor-ku. Siroj qiynaveraman yo. Fayteri jotlardan olib berganman. Ko'ramiz. Terminal tepishib o'yatib telefon qo'yadi. Kepi, hali o'ynaydi alboy. Nima bu? Utta o'tdilar. Bola shunda o'ynadimmi? Kommentda yozinglar. Qizlar ham talab. Yaxshi! Vamos, amigo muchachos. Nega ikkitadanu? Bola ko'rgan edi hozir. Menda yana hammada 0 ochko. Bu yana hozir bir martadan qilish to'g'ri kelyapti. Kim qildinglar? Qildinglar. Mana bittasi nohaq edi, o'shanga boshdan qilindi. Hop bittadan hammada ochko. Ko'ramiz hozir bu challenge'da kim ochko oladi. O'yna hali. Hali o'yna. Hali o'ynashing kerak edi. Xo'p do'stlar, nimanda bo'lsa ham mayli. Ko'pda oyoq ichiga deydi. Logoylar. Ko'rgan edi hozir. Mana bir ochko, o'sha 2 ochko bizdan edi. Siroj bilan Sirojdan bu kelosini olib boshdan qilishadi. O'yin chiqdi. O'yna chiqqani yo'q, qanasiga. Endi chiqdi. Zo'r. Chotki. Kim yalos? Unimi? Zayrov. Nimaga? Nechesini ketadi? Qarang nechesini. Shuncha zadaniya keldi, eng qizim.
eng qizig'in va qiyin zadaniyalardan bittasi. Qaralaringni hozir seleksionasi 4 to'p yuguramiz bittada yoki 2 tadan yuguramiz. 4 to'p bitta. Bo'lib, mana 4 to'p odam yuguradi. Mana shu vartani boshdan, mana shu vartani oxirigacha yuguramiz. Yutqizgan odam 4-o'ringa 0 ochko, 3-o'ringa 1, 2-o'ringa 1, 1-o'ringa 2 ochko bo'ladi. O'shani hammasi haqqon yo'lada bo'ladi. Qarorni ko'rasiz. Hey! İki, üç. Ko'rgan edi bo'ldi, mana hozir 3-chi zadani tugatdik. Yugurish edi. 1-o'ringa Imron keldi. 2-o'rin Jahon, 3-o'rin Siroj, 4-o'rin men. Shundan hozir Imronga 2 ochko beriladi, chunki 1-o'rinni oldi. Jahonga 1 ochko, Sirojga 1, menga 0. Shundan hozir Men ketaman dedi, gapiga destek qildi. Solaman ketaman. Hozir zadani Raqam familiyasida tursin. Sen 3 ochkomi? Menda 3 ochkomi? Qanaqa siz 7 kilometr. Bu mendiki ekan, men zadani ham bajaraman hozir. Bularga hozir nima? Joppa! Ko'ramiz hozir. Savali. Oxir. Keladi. Kichikroq bo'lmaydi. Men yo'q, bo'ldi. Yo'q, oxirida bo'laman. Keyin mujikchasiga bo'ladi. Uni yutgan oxirgi tepasi mana. Oxirida bo'laman. Yutgan oxiri tepasi bo'ldi, ketdim desam. Yo'q, nima siz qattiq siz yutdingiz bo'ldi. Ikkinchi bo'ldi. Men oxirida bo'ldim, birinchi yetgandiga. To'g'rilashib o'tirmang. Keyin zonzonski o'ynagan bo'ldi. O'zing o'ynaring bunga. Men oxirmanda bo'ldim. O'zlarni sportlashib o'tirasizlar. Narsa masuga. Hali turmaysanmi sepsi narxini qo'ydi. Kim mana. Zonzonzik. Ketdi. Romaga kechiring. Qo'y dema, qattiq kesaman. Ho'san! To'xta. Ay, davay. Joyda bitta narsa. Yo'lni bari bor, penalti yutib qo'ydi, men to'xtayman. Yaxshi turibdi, yaxshi. Bola mana ko'rganlarda 3 ta zadani ham o'tib bo'ldi. Hozir shunda 1-o'rin Imron bo'lyapti. Imron kam tartibni. Imron 1-o'rin prizini olish uchun sen bir kun ichida 40 ta like yig'ishing kerak. Agar bir kun ichida mana shu videongiz 40 ta like yig'sa, o'sha xudo xolasa Imronni o'sha aytilgan narsa oldingida Sirojga qanaqa narsa qilingan bo'lsa, Imronga xuddi shunday narsa qilinadi. Yo kartasiga tashlanadi pul, yoki o'zini yonida ko'rishida naqd beradi. Shu videoga xudo xolasa 100 ta like yig'ib beringlar. Xudo xolasa keyingi challengelarda boshqa ishtirokchilar va boshqa o'yinchilar qilamiz. Hammaga rahmat. Hamma bor.